Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi video darsimizda tuproq eroziyasining turlari va geografik tarqalish qonuniyatlari mavzusida olib boramiz. Men Begimqulov Chorrahmonovich, Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti o'simliklar himoyasi, agrokimyo va agrotuproqshunoslik kafedrasining dotsenti, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi bo'laman. Bugungi mavzumizning rejasi, demak, O'zbekistonda tarqalgan maydonlari, tuproq eroziyasining turlari, geografik tarqalish qonuniyatlari va qishloq xo'jaligida keltiradigan zararlar to'g'risida olib boramiz. Eroziya lotincha so'z bo'lib, yemirilish degan ma'noni anglatadi. Tuproq eroziyasi deb yerning ustki unumdor gumuz qatlamining yemirilib ketishiga aytiladi. Eroziya ikki turda, shamol hamda suv eroziyasiga bo'linadi. Yuz berish darajasiga ko'ra tabiiy va jadallashgan turlarga bo'linadi. Eroziyaning hosil bo'lish jarayonlari quyidagilardan. Birinchisi, demak, yuza suv, ya'ni yuvilish, sel oqimi yoki vertikal loyqa, shamol yoki deflyatsiya tufayli, keyingi irrigatsiya yoki sug'orish jarayonlari ta'sirida, keyingi sanoat, bunda texnogen foydali qazilmalarni qazish tufayli, abraziya, demak, daryo va suv havzalari qirg'oqlarining yemirilishi, yaylovlar, ya'ni qoramollarning yoki chorva mollarining boqilishi tufayli va keyingisi mexanik qishloq xo'jalik texnikalaridan tuproqda noto'g'ri foydalanish oqibatlarida kelib chiqiladi. Tuproq eroziyasini keltirib chiqaruvchi omillar. Tuproq eroziyasi, demak, birinchi tuproq unumdorligini pasaytirishga, tuproq strukturasining chidamsizligiga, oziqa, oqova suvlarning noto'g'ri yo'naltirilishiga, o'simliklar qoplamining siyrakligiga, qiyalikning, ya'ni nishaplikning qay darajada ekanligiga, tikligiga, muttasil avtotexnika talablarini buzilishi, hayvonlarni boqish, noto'g'ri boshqarish oqibatida ortiqcha sug'orish, ya'ni suvdan noto'g'ri foydalanish natijasida hamda tabiiy omillar, yomg'ir suvlari, jala sel va boshqa yog'ingarchilik tufayli yuzaga keladi. Demak, suv eroziyasi. Suv eroziyasining boshlanishi va kuchayishi relyef tuzilishi bilan bog'liq bo'lib, odatda yer yuzasining nishapligi 1-1,5 gradusdan oshganda yuz bera boshlaydi. Suv eroziyasining kelib chiqishi sabablari ko'plab yog'ingarchiliklar, sellar va boshqa yog'ingarchiliklarning qiyalik darajalarda ko'proq kelish oqibatida yuzaga keladi. Tuproq eroziyasining namoyon bo'lishi quyidagi jadvalimizda keltirilgan. Demak, himoyalangan yer bilan himoyalanmagan yerdagi namoyon bo'lishi juda katta farqlanadi. Himoyalangan yer deganda tuproqda o'simlik ekilgan dala bilan yoki bo'lmasa o'simliklar siyrak ekilgan yoki o'simliklar ekilmagan dalalarda bir-biridan keskin farqlanadi. Demak, himoyalanmagan yerlarda eroziya jarayonlari juda kuchli kuzatiladi. Himoyalangan yerlarda esa aksincha kamroq kuzatiladi. Endi jarlanish eroziyasi. Jarlanish eroziyasi suv eroziyasining bir turi bo'lib, suv oqimining tog' o'zanida to'planib oqishi, tuproqning vertikal yemirilishi va yuvilish natijasida vujudga keladi. Suv ta'sirida yerning yuzasida o'pqonlar paydo bo'ladi. Bir qancha vaqtdan so'ng bu o'pqonlar yemirilib katta jarliklarni hosil qiladi. Jar eroziyasining rivojlanish jadalligi quyidagi gradatsiya bilan belgilanadi. Kuchsiz jarlanish 0,25
kvadrat kilometrdan kam. O'rtacha jarlanish, demak 0,25 hamda 0,50 kilometr kvadrat. Kuchli jarlanish 0,50 0,75 kvadrat kilometr. Va juda kuchli jarlanish 0,75 va dan yuqori bo'lgan jarlanishga aytamiz. Keyingisi bu demak shamol eroziyasi. Shamol eroziyasi deflyatsiya ham deb ataladi. Tuproqning unumdor ustki qismini shamol uchirib ketishi natijasida ekinlarni shamol ko'tarishi va uchirishidir. Shamol eroziyasi ko'proq mexanik tarkibi yengil tuproqlarda kuzatiladi. Shamol tezligi, albatta bu shamol eroziyasi shamolning tezligiga bog'liq ravishda olib boriladi. Demak, birinchi navbatda shamolning tezligi 4-5 metr sekund bo'lsa, kuchsiz, 5-15 metr sekund bo'lsa, demak o'rtacha, shamolning tezligi 15 metr sekunddan baland bo'lsa, demak kuchli eroziya yuz beradi. Shamol eroziyasi oqibatida ko'plab dala maydonlarining ko'milishi yoki bo'lmasam ko'plab madaniy ekinlarimizning ildiz qismining ochilib qolish holatlari yuz beradi. Yana bitta mana shu eroziyaga sabab bo'ladigan yana bitta omillardan bittasi bu antropogen omillar. Antropogen omillar bu chorva yaylovlarda chorva hayvonlarini boqilishi yoki bo'lmasam sanoat rivojlanishi yoki bo'lmasam yerlarda kon qazib olish ishlarini tashkil qilinishi va yerlardan noto'g'ri foydalanish, insonlar tomonidan noto'g'ri foydalanish evaziga mana shu antropogen eroziya jarayonlari sodir bo'ladi. Eroziya haqida gapirganimizda tuproqni eroziyadan saqlash muammosi dunyosining arid iqlimli mintaqasida joylashgan ko'pgina mamlakatlar uchun, shu jumladan O'zbekiston uchun ham juda ham dolzarb muammodir. Chunonchi respublikada eroziyaga uchragan maydonlarimiz 1,772,300 gektarni tashkil etadi. Yoki umumiy haydaladigan yer maydonimizning 40% dan ortig'i bugungi kunda eroziyaga chalingan. Olimlarimizning ilmiy tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra 721,9 gektar irrigatsion eroziyaga, salkam 50,000 gektari jarlik eroziyasiga, 700,000 gektardan ortiq lalmi eroziyaga uchraganlar va 300,000 gektardan ortiq shamol eroziyasiga duchor bo'lgan. Uning asosiy maydoni respublikamizda Qashqadaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida joylashgan bo'lib, Toshkent, Surxondaryo va Sirdaryoda kichik maydonlarni egallaydi. Hozirgi vaqtda lalmikor mintaqalarda dehqonchilik qilingan maydonlar asosan tog'oldi hududlarda tarqalgan bo'lib, maydonni 1 million gektardan ortiqroq joyini tashkil etadi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Qibray, Yuqori Chirchiq, O'rta Chirchiq, Buka, Jizzax viloyatining Zomin, Forish, G'allaorol, Baxmal tumanlari, Samarqand viloyatida Bulung'ur, Payariq, Navoiy viloyatlari tumanlarida, Navoiy viloyatida Nurota tumanida, Qashqadaryo viloyatida Kitob, Chiroqchi, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor, Koson, Dehqonobod tumanlarida 534 ming gektar lalmikor hududlarda tuproq paydo qiluvchi jinslar lyos va lyossimon to'q tusli bo'z tuproqlardan iborat. Demak, viloyatlar kesimida qaraydigan bo'lsak, Jizzax viloyatida 217 ming gektardan ortiq maydonlarimiz eroziyaga chalingan. Qashqadaryo viloyatida 250 ming gektardan ortiq. Navoiy viloyatida 20 ming gektardan ortiq yerlarimiz. Samarqand viloyatida 183,4 ming gektar. Surxondaryoda 39,1 ming gektar. Toshkent viloyatida 35,2 ming gektar maydonlarimiz demak eroziyaga chalingan.
Endi viloyatlar kesimida oladigan bo'lsak, viloyatlar kesimida umumiy maydonga nisbatan ham demak kuchli eroziyaga uchragan, o'rtacha eroziyaga uchragan hamda kuchsiz eroziyaga uchragan maydonlarimiz ko'rsatib o'tilgan. Endi O'zbekiston Respublikasining eroziyaga uchragan yerlar tasnifi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, demak 52,8% yerlarimiz yuvilmagan va yuvilib to'plangan yerlarga, 5,4% demak kuchsiz yuvilgan, 6,8% o'rtacha yuvilgan, 5,5% kuchli yuvilgan hamda 31,5% demak boshqa yerlarga to'g'ri keladi. Eroziyaning demak xalq xo'jaligiga keltiradigan zarari. Birinchidan GES va suv transportiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. 30-10 ya'ni 10-30% o'g'it va pestitsidlarni oqizib ketadi. Keyingisi radionukleidlarni migratsiyalaydi. Ikkilamchi sho'rlanishni yuzaga kelishi, keyingisi shamol eroziyasining atmosfera va aviatsiyaga keltiradigan zarari, kanallar va suv havzalarida ilk zarrachalarning to'planishi kabi xalq xo'jaligiga keltiradigan ulkan zararlardan hisoblanadi. Endi eroziyaning qishloq xo'jaligiga keltiradigan zarariga keladigan bo'lsak, shu narsa ma'lumki, irrigatsiya eroziyasi natijasida tuproqda yuvilish har yili gektarga 100-150 tonnagacha va undan ham ko'proq ketishi mumkin. Nishapligi 50 gradusdan ko'proq bo'lgan qiyaliklarda gektariga 500 tonnagacha tuproqlarni yuvib ketish holatlari sodir bo'lgan. Ana shu tuproqlar bilan birgalikda gumusning yillik nobudgarchiligi gektariga 800 kilogrammgacha. Undan tashqari azot gektariga 100-120 kilogramm, fosfor 75-100 va undan ko'proq kilogrammni tashkil etgan. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, qiyalik qanchalik yuqori bo'ladigan bo'lsa, tuproqlarimizda suv eroziyasiga chalinishi shunchalik darajada ko'proq bo'ladi va tuproqlardagi unumdor qatlamlar yuvib ketish holatlariga olib keladi. Demak, xulosa qilib aytganda, tuproqlarimizda eroziyaga chalinishni oldini olish uchun ko'plab tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Jumladan tog' oldi joylarda demak ixota daraxtzorlarini barpo etish, sug'oriladigan joylarda yerlarni tekisligiga e'tibor berish, sug'orish mobaynida sug'orish jarayonida suvlarning tekis oqishi yoki bo'lmasa tezligini amal qilish va tuproqlarda demak tuproqlarimizni yuvilib ketish uchun tuproqlarimizni band qilish hamda almashlab ekishni joriy etish va tuproqlardagi antropogen omillar ta'sirida bo'ladigan eroziya jarayonlarini oldini olish va yaylovlarda chorva mollarini boqishni tartibga solish, undan tashqari yerlardan samarali va unumli foydalanishni nazarda tutsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'lasizlar.